yigitni yo'ldoshi. Bu otni o'tgan yil o'g'limiz $3000 o'tib, bu yil $6000 bermadi. Nasib bo'lsa bundan katta zotlar umidimiz bor. Yaxshi xonazotli ot. Mana biz bachchalikdan boshlab mana shu ot bilan shug'ullanib, ot bilan aka-uka bo'lib yuribmiz. Hozir oilangizda kimlar hozir ham chopayapti? O'g'illar hozir oilamizdan 3 o'g'limiz chopayapti. Chopayapti. Asqarboy, Zafarboy, Qobilboy nasib bo'lsa bizga izimizni davom ettirgiday ko'ti bor hammasi. Bojan, mana shu ko'pkarilarga o'g'illaringizga qanday nasihat berasiz? Ko'pkarilarga men necha yil chopgan bo'lsam, birov bilan ey deganim yo'q. Seni men, sen deganimiz yo'q. Bolalarimizdan bitta shunday nasihat beramiz. Ko'pkariga zo'r bo'lsang, texi chop deymiz. Bu alini maydoni. Bu janjal qiladigan joy emas. Shu o'g'illaringiz ko'pkaridan zot ayirib, misol uchun ayirgan zotini bermagan holati bo'lgan, misol uchun bokovlar bermagan vaziyatda yoki o'g'illaringiz xato qilib qo'ygan payti ularga qanday nima qilasiz, o'rgatasiz? Misol uchun ko'pkarini qanday chopish kerak, ko'pkarini yo'nalishi qanday, uloqqa qanday tashlash kerak? Shular haqida qanday ustozlik qilgansiz? Meni chopganimni ko'rgan bo'lsa, hammasi ta'lim olish kerak. Uni o'rgatgan bilan befoyda. O'zim mahalla raislikka ishlayman. Kentalaga bir yigit gashtak berdi, ikkita uloq olib chiqdi. Tirik uloq ikkovini ham so'ysa bo'ladi. Biz endi rais ustimizga kurtka, telpak, men aytdim shuni bu nafs qarang. Ikkovini ham olsa kerak deb ko'nglimdan o'tdi, lekin ikkovini ham ola olmadim. Achchig'imdan keyin telpakni birovga berib, kurtkani chiqarib, o'zim bir otim bor edi, chavog'im minib turibdi. Otni tushirib olib, Bokovga men aytdim shu, meni mashinam turgan qirraga qarali qilasan axirin dedim. Kim olib borsa, shuniki dedim. Hech kim olib bora olmadi. O'zim yerdan ilib olib, taqimlab mashinani oldiga olib borib tayladim. Uyga keldik. Kampir bo'lsa bu ballalarimga o'lay dedi. Bu axirini olib keldi deb onasi xursand bo'laverdi. Men aytdim, "Chorgovga o'laydi, axirini Chorgov olib keldi, moma" dedim. Beshikdan chiqmasin dedim. Mana shunday holatlar bo'lgan. Nasib bo'lsa mana bu kenja bachchamizni o'g'liginasi. Olaver. Ana kelajakka bular otga mehr qo'yib, mendan ajrashmaydi. Nasib bo'lsa chavog'am bo'ladi kelajakka. Shuni mindirasizmi, bojan? Yo'q, bunga mindirmaymiz. Bunga mindirmaymiz, narkisga mindiramiz. Ha, ket. Endi bu Surxondaryoga men Nurali Rahmati ikkovimiz yakka chopgan. Bizni girdimizga aka-ukalarimiz homiy qilmagan, ikkovimiz yakka chopgan. Xudo bergan yakka chopsak ham, endi maqtansak ham, ikkita zo'r bo'lsa bittasiga yurganmiz. Buni el biladi. Siz endi ko'p otlarni ko'rdingiz-ku, mana Qozoqdan bordim dedingiz. O'zimizda Qorabayir ot nimasi ustini endi ularni otidan, boshqa qirg'izlarning otidan, boshqalar. Qorabayir otni qoni toza bo'ladi. Bu eng chidamli, qattiq bo'ladi. Qorabayir ot mana hozir hurmatli prezidentimiz ham aytayapti. Qorabayirni ko'paytiringlar. Qorabayir qo'l tushirgan. Qorabayir otni urug'ini ko'paytiringlar, naslini olinglar deyapti. Mana shu bu Qorabayir ot degani bu bizni bilishimizcha eng stabilni ot bo'ladi, qattiq. Chidamli. Chunki qirg'izlardan ham ot olib kelyapti, odamlar boshqa olib kelyapti, lekin hech bir zo'r chiqqani yo'q-da. Yaqinda Qirg'izistonga bordim. Qirg'izistonning ham bir ko'pkarisini ko'rdim. Otlarini minib ham ko'rdim. Ana shu Qirg'izistonning oti ham Qorabayir otga o'xshaydi. Otlari menga yoqdi. Lekin o'zimizga olib kelsa nimagadir chop ketolmayapti-da. Ya'ni uni 3 yoshar, 4 yoshardan olib kelib bu yerga o'rgatish kerak. Buni katta yoshillari bo'yin yegmaydi odamga. Buni yoshginasidan olib kelib o'zimizni formaga o'rgatish kerak. Bu bir savol, qiziq savolda, mana chobog'on odam jarohatlarga unchalik e'tibor bermaydi-da. Nima sabab bo'ladi? Misol uchun kimdir ko'pkarida qoshi yorilib ketadi, boshi yorilib ketadi. Yana shu boshini, qovurg'asi sinadi. Yana shu boshini bog'laydi yoki qovurg'asi singan ham ko'pkariga
yana ot haydayveradi-da. U nima bo'ladi? Qanday Shunday Tijorat otni minib ko'pkariga aralashgan vaqti u shayton bo'ladi, shayton. U bir joy yara bo'lganini ham bilmaydi, boshqa bo'lganini ham bilmaydi. Ko'pkaridan chiqib uyiga borib qo'l-qo'llarini yuvgandan keyin yara og'riydi, og'ridi deydi. Lekin ertasiga yana borib ko'pkariga kirgan vaqti u narsa esdan chiqadi. Yana shu yara bilan qo'shilib ketadi. Or kuchli bo'ladi-da. shu jarohat olasiz? O'g'illaringizni menimcha uchun jarohat olishini bilib turib ko'pkariga o'zingiz da'vat etasiz. Shu qanday sizda nima kechinma bo'ladi? Endi uni men o'zim shu bolalarga aytganman. Bu ko'pkarida yomon ish yo'q deganman. Uni azobini men ko'rdim, sizlar ko'rmaylar deyapman, lekin bular ham qiziqadi. Qon tortadi. Qon tortyapti, qiziqayapti, mayli. Ko'raversin aralashib. Endi hozir misol uchun hozir necha yoshda bo'ldingiz? Men endi 70 ga bo'ldim. 70 yoshga yaqinlashdingiz. Hozir ham ko'pkarilarga borib tomosha qilasiz. Endi hozir ham shu o'sha davrlarda sog'inib azzat kelib turam. Qanday bo'ladi tomosha qilib chetdan tomosha qilish? Ko'p ot minmayman. Birov yarim otni minib turing deydi. Yo'q, otni mingandan keyin shayton odamni qo'zg'aydi. Haydayverishimiz ham hech gap emas. Lekin endi oldingi davr bo'lmaymiz. Ming maqtangan bilan endi u oldingi ishni qilishimiz qiyin. Lekin barib tomosha qilib o'tirganingiz ham shu odam qurt qimillab turadi. Shu ishtiyoq kelaveradi-ya. Shu o'zimizni chavg'anlardan birov yarim ayirsa, shu davlatimiz pasayadi. Boshqa bo'ladi. Lekin mana shu zonalarga kelib katta zotni birov olib ketsa, o'sha kechalarga bizga uyqu yo'q edi. Biz ichimizdan ig'ranib chiqardik. Nomus qilasizlar-da. Shu bir yili shu yerda bir hoji, Jabbor hoji deydi, hoji akamiz to'y berdi. Mana shu tepaga ko'pkar joyimiz bor, maydon. 2 kunlik ko'pkar berdi. Birinchi kuni bir tirik otdaylar. Men ayirdim. Ikkinchi kuni shober chavogan, pay chavogan, xudoramat chor chavogan bular bir to'ydan chiqib, birinchi kunligi tugagandan keyin kelib bir qo'shnimizni uyiga tushgan axborot bering bova degan. Nima axborot, nima tayladi, kim zo'r bo'ldi? Bir toy tayladi chorga oldi degan. Yerda nimasi bor degan. Yeshda 3 ta oti bor degan. Shober chavogan aytgan, otga qarashing amak, bittasini lishni siz otingiz bilan olaman degan. Pay chavogan aytdi, nonni katta tishlasang tishla, katta gap, xolisimi yo'q olaman degan. Ertasiga chopdik, 3 tirik otni ham men oldim. 3 tirik ot ham menga tadiqqan ekan, 3 tirik otni ham men oldim. Qarang, shu chober chobaxon haqida ham ko'rsatib aylaymiz keyin. Shunga ham bir fikringizni bildiringizda, ko'p chopgansiz-ku birga yurgansiz. Qanday chobaxon zo'rligi nima deydi? Endi shober chobaxon bilan men ko'p yurib chopdim. Qozoqqa bordim, Turkmanga bordim, Tojikistonga ko'p yurdim. Shoberda ham olishardi, ham chopardi. Men degan chobaxonni bittasi deb men tan olaman. Uni ustunligi nima deydi endi? Ko'pga maydonning ichida ustunligi. Endi maydonga uni yuragi katta edi. Yaxshi otni mingandan keyin u haydar edi, u charchamas edi ham, hayrar edi. Zo'rni tan olish kerak. Nima qarang, endi siz baribir bir nima bo'yinsada bo'lgansizlar-da. Shober chobaxon 1 yosh kichik bo'lsa kerak. Baribir salomatliklaringiz zo'r bo'lgan, birga yurgansizlar-ku. Lekin ko'pkarining ichida baribir raqib bo'lganmi endi? Raqib bo'lganmiz, bir-birimizga qaraganmiz, to'g'ri kelsa shu uloq ko'targanmiz. Menga noqulay bo'lsa, men unga qo'yvorganman. Unga noqulay bo'lsa, menga qo'yvorgan. Hech bunday va g'arazligimiz bo'lmagan chobaxonlar bilan. Hech birontasi bilan deb seni men qilmaganmiz. Haydab do'stona chovib, do'stona umr guzoronda qilgan. Hozir qaysi chobaxonlar bilan ko'proq suhbat qilib turasiz? Telefon orqalidir, boshqadir? Ya'ni men o'zim bilan chopgan chobaxonlar bilan telefonlashib turaman. Qaysilarni ko'proq endi? Mana Qo'jdakdan Xurram chobaxon, Yo'ldan chobaxon, Shober chobaxon, Tura hoji aka bor endi ular bilan ham narsani guringlashib turamiz. O'zimiz guringimiz chiqishadi ulardan. Yoshlari bilan ham. Mana yosh chobaxonlar ham hammasi bir achkamiz bo'ladi. Bir to'y-poyga kelsa, bir toypoyimiz bo'lsa, mana on bir laqa minib ber desak, luboy yo'q degan joy yo'q.